Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim mavzuni ko'rib chiqaman. Barcha pensionerlar tibbiy komissiyadan o'tishga majbur qilinadimi? Kimlar tekshiruvdan o'tishi kerak? Kimlarga bu talab tegishli emas? Va eng muhimi, siz hujjatlaringizni qanday tayyorlashingiz kerak? Bu masala faqat pensiya olayotgan insonlarga emas, ularning farzandlari, nabiralari, yaqinlariga ham bevosita tegishli. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha, bitta vaqtda topshirilmagan hujjat yoki bitta kechikkan murojaat pensiya, nafaqa yoki qo'shimcha imtiyozlar bilan bog'liq muammoga olib kelishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda qaysi holatda tibbiy komissiya kerak bo'lishi, qaysi holatda kerak emasligi, qanday hujjatlar so'ralishi, qaysi xatolardan ehtiyot bo'lish lozimligini batafsil tushuntiraman. Agar kanalimizda birinchi marta bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka kerak bo'ladi va vaqtida eshitilgan maslahat ko'p muammoning oldini oladi. Avvalo eng muhim savolga javob beraman. Oddiy yoshga doir pensiya olayotgan barcha pensionerlar avtomatik ravishda tibbiy komissiyadan o'tishga majbur degan tushuncha har doim ham to'g'ri emas. Bu yerda masalani aniq ajratib olish kerak. Pensiya bir necha turga bo'linadi. Masalan, yoshga doir pensiya bor, nogironlik pensiyasi bor, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bor, ayrim hollarda ijtimoiy nafaqalar bor. Tibbiy komissiya talabi ko'pincha aynan sog'liq holati, mehnatga layoqatlilik darajasi yoki nogironlik guruhi bilan bog'liq to'lovlarda muhim bo'ladi. Oldin ko'p hollarda odamlar hujjatlarni qog'oz shaklida topshirardi. Poliklinikaga borardi, vrachlardan xulosa yig'ardi. Keyin tibbiy mehnat ekspert komissiyasi yoki shunga o'xshash vakolatli komissiya qaroriga asosan nogironlik guruhi belgilanardi. Ayrimlar har yili qayta ko'rikdan o'tardi. Ayrimlarga muddatli guruh berilardi. Ayrimlarga esa muddatsiz guruh berilishi mumkin edi. Bu tizimda ko'p odamlar qaysi muddatda borish kerakligini bilmay qolardi. Chaqiruv qog'ozini kutib o'tirardi yoki menga hech kim aytmadi deb o'ylardi. Hozir esa tartiblar tobora raqamlashtirilmoqda. Ma'lumotlar bazalari o'zaro bog'lanmoqda, sog'liqni saqlash muassasalari, pensiya organlari va ijtimoiy himoya tizimlari o'rtasida axborot almashinuvi kuchaymoqda. Bu yaxshi tomoni bilan hujjatbozlikni kamaytirishi mumkin, lekin boshqa tomoni ham bor. Agar fuqaroning tibbiy ma'lumotlari, manzili, telefon raqami, shaxsiy hujjatlari yoki avvalgi komissiya qaroridagi muddatlar to'g'ri yuritilmagan bo'lsa, muammo chiqish ehtimoli bor. Shuning uchun meni chaqirishmasa ham bo'ladi deb beparvo bo'lish noto'g'ri. Men bu yerda vahma qilish kerak demayman. Lekin ehtiyotkorlik bilan o'z holatingizni tekshirib qo'yish kerak deyman. Ayniqsa nogironlik pensiyasi olayotganlar, nogironlik guruhi muddatli belgilanganlar, davolanish hujjatlari eskirganlar, yaqinda operatsiya bo'lganlar, uzoq muddat davolanayotganlar va tibbiy xulosaga bog'liq imtiyozlardan foydalanayotganlar alohida e'tiborli bo'lish kerak. Endi kimlar xavotir olish kerak? Kimlar esa ortiqcha tashvish qilmasligi mumkin? Shuni birma-bir tushuntiraman. Birinchi toifa yoshga doir pensiya olayotgan oddiy pensionerlar. Masalan, erkak kishi belgilangan yoshga yetgan, ish staji yetarli, pensiya rasmiylashtirilgan. Ayol kishi ham yoshga doir pensiya oladi, nogironlik guruhi yo'q. Qo'shimcha sog'liq holatiga bog'liq to'lov olmaydi. Bunday holatda odatda pensiyani davom ettirish uchun har yili tibbiy komissiyadan o'tish talabi qo'yilmaydi. Chunki bu pensiya yosh va staj asosida tayinlangan. Odamning qon bosimi bor yoki bo'g'imi og'riyapti degan holat yoshga doir pensiyani bekor qilish uchun asos bo'lmaydi. Masalan, 67 yoshli otaga 35 yil ishlagan yoshga doir pensiya oladi. Unga hamma pensionerlar komissiyadan o'tadi deb aytilsa, darhol qo'rqib ketmasligi kerak. Avval pensiya qaysi asosda tayinlanganini aniqlaydi. Agar pensiya yoshi doir bo'lsa va unga nogironlik bo'yicha qo'shimcha to'lov ulanmagan bo'lsa, unda tibbiy komissiya masalasi boshqa ma'noda ko'riladi. U faqat davolanish. Dispansер nazorati yoki sanatoriy yo'llanmasi uchun tibbiy ko'rikdan o'tishi mumkin, lekin bu pensiya to'xtaydi degani emas. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi olayotganlar. Mana bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Agar fuqaroning nogironlik guruhi ma'lum muddatga belgilangan bo'lsa, masalan 1 yilga yoki 2 yilga, u muddat tugashidan oldin qayta tibbiy ko'rikdan o'tish lozim bo'lishi mumkin. Chunki nogironlik guruhi davom etishi, o'zgarishi yoki bekor qilinishi komissiya xulosasiga bog'liq bo'ladi. Agar odam vaqtida ko'rikdan o'tmasa,
to'lovlarda uzilish bo'lishi ehtimoli paydo bo'ladi. Masalan, 8 yoshli fuqaro 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Unga guruh 2024 yil 10 noyabrgacha belgilangan. U esa pensiyam kartaga tushyapti-ku deb yuraveradi. Dekabr oyida to'lov kechikadi yoki tizimda muddati tugagan deb ko'rinadi. Keyin u shoshilib poliklinikaga boradi. Analiz topshiradi. Mutaxassislarga kiradi. Komissiyaga hujjat yig'adi. Natijada o'zi ham qiynaladi. Oilasi ham ovora bo'ladi. Agar u muddat tugashidan kamida 1 oy oldin poliklinikaga murojaat qilganida. Jarayon ancha yengil bo'lardi. 3-toifa muddatsiz nogironlik guruhi berilganlar. Bu odamlar ham umuman hech qachon hech narsa kerak emas deb o'ylab qolmasligi kerak. Agar nogironlik guruhi muddatsiz belgilangan bo'lsa, odatda qayta tasdiqlash uchun har yil komissiya shart bo'lmasligi mumkin. Lekin ayrim holatlarda qo'shimcha imtiyoz, protez ortopediya vositasi, reabilitatsiya dasturi, sanatoriy yo'llanmasi, dori ta'minoti yoki boshqa yordamlar uchun yangilangan tibbiy hujjatlar talab qilinishi mumkin. Demak, pensiyaning o'zi boshqa masala, tibbiy xizmat va imtiyozlar boshqa masala. Masalan, bir onaxon guruh nogironligi bo'yicha muddatsiz hujjatga ega. Pensiyasi davom etadi. Lekin u aravacha, eshitish moslamasi yoki bepul dori bo'yicha murojaat qilsa, undan oxirgi tibbiy ko'rik natijalari, davolovchi, shifokor xulosasi yoki reabilitatsiya rejasini yangilash so'ralishi mumkin. Bu pensiyani bekor qilish emas, balki kerakli yordamni to'g'ri belgilash uchun qilinadigan jarayon. 4-toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiya olayotganlar. Bu yerda tibbiy komissiya hamma uchun emas, ayrim shaxslar uchun ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, voyaga yetmagan bola boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olsa, asosiy hujjatlar boshqa bo'ladi. Lekin mehnatga layoqatsiz voyaga yetgan farzand boquvchisini yo'qotganlik asosida to'lov olsa, uning mehnatga layoqatsizligi tibbiy xulosa bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir holatda pensiyaning tayinlanish sababi alohida tekshiriladi. 5-toifa ijtimoiy yordam va nafaqa olayotgan fuqarolar. Ayrim nafaqalar sog'liq holatiga, nogironlik darajasiga, parvarishga muhtojlikka yoki o'zgalar yordamiga ehtiyojga bog'liq bo'ladi. Bunday to'lovlarda ham tibbiy xulosa asosiy hujjat bo'lib qolishi mumkin. Agar xulosa muddati tugasa yoki ma'lumotlar yangilanmasa, yordamni qayta ko'rib chiqish zarur bo'ladi. Men amaliyotda ko'p uchraydigan holatni aytaman. Oila ichida keksa ota yoki ona bor. Farzandlari ishlaydi, hujjatlar bilan ko'proq kelin yoki nevarasi shug'ullanadi. Pensionerning o'zi mening hammasi joyida deydi. Lekin uyda eski papkada 2019 yilgi xulosa, 2002 yilgi epikriz, eski pasport nusxasi, eski telefon raqam turibdi. Hozir esa tizimda boshqa ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir oila pensioner yaqinining hujjat papkasini bir marta tartibga solib chiqish kerak. Birinchi nozik jihat, tibbiy komissiya bilan oddiy tibbiy ko'rikni adashtirmang. Oddiy tibbiy ko'rik poliklinikada shifokorga kirish, qon bosimini o'lchash, analiz topshirish, terapevt yoki mutaxassis maslahatini olish bo'lishi mumkin. Tibbiy komissiya esa huquqiy oqibatga ega bo'lgan xulosa chiqarishi mumkin. Nogironlik guruhi belgilanadi. Mehnatga layoqatlilik darajasi bog'lanadi. Parvarishga muhtojlik aniqlanadi yoki reabilitatsiya chorasi yoziladi. Shuning uchun meni doktor ko'rdi. Demak, komissiyadan o'tdim deyish doim ham to'g'ri emas. Ikkinchi nozik jihat, chaqirib kelishini kutib o'tirmang. Ba'zi odamlar menga telefon qilishadi, xat yuborishadi, keyin boraman deb o'ylaydi. Amalda esa telefon raqam o'zgargan bo'lishi mumkin. Manzil noto'g'ri bo'lishi mumkin. Xabar yetib bormasligi mumkin. Ayniqsa qishloq joylarda, ijara uyda yashayotganlarda, farzandinikiga ko'chib ketganlarda bu muammo ko'p uchraydi. Shuning uchun o'zingizning muddatingizni o'zingiz nazorat qiling. 3-nozik jihat, kasallik borligi avtomatik nogironlik degani emas. Bu juda muhim. Ko'p odamlar menda yurak kasalligi bor, demak guruh berishlari shart deb o'ylaydi. Lekin komissiya faqat tashxisga qaramaydi. Kasallik odamning kundalik hayotiga, harakatiga, o'ziga xizmat qilishiga, mehnat qilishiga, doimiy davolanishga muhtojligiga, asoratlar darajasiga qaraydi. Bir odamda diabet bo'lishi mumkin, lekin u nazoratda asorat yo'q, harakatlanadi. Boshqa odamda esa diabet ko'z, buyrak, oyoq tomirlari va asab tizimiga jiddiy ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Bu ikki holat bir xil baholanmaydi. 4-nozik jihat, hujjatdagi mayda xato katta muammoga aylanadi. Ism familiyadagi bitta harf, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta raqami, manzil, telefon
tashxis kodi, komissiya sanasi, muddat bularning hammasi to'g'ri bo'lishi kerak. Masalan, pensionerning familiyasi lotin yozuvida bir joyda Karimov, boshqa joyda Karimova bo'lib qolsa, tizimda mos kelmaslik chiqishi mumkin. Yoki eski pasport raqami bilan yangi ID karta ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, murojaat cho'ziladi. 5-nozik jihat. Shifokor xulosalarini oxirgi kunga qoldirmang. Komissiyaga borishdan oldin odatda davolovchi shifokor ko'rigi, to'r mutaxassis xulosalari, laborator tahlillar, instrumental tekshiruvlar, kasallik tarixi yoki epikriz kerak bo'lishi mumkin. Masalan, nevrologik kasallik bo'lsa, nevrolog xulosasi, yurak kasalligi bo'lsa, kardiolog xulosasi va EKG yoki boshqa tekshiruvlar. Ko'z muammosi bo'lsa, oftalmolog xulosasi kerak bo'ladi. Bularning barchasini bir kunda yig'ish qiyin. 6-nozik jihat tanish orqali tezlashtiraman degan yo'l xavfli. Men bunday yo'lni mutlaqo tavsiya qilmayman. Chunki tibbiy komissiya qonuniy va tibbiy mezonlar asosida ishlash kerak. Noto'g'ri ma'lumot berish, soxta hujjat tayyorlash yoki asossiz xulosa olish keyinchalik jiddiy muammoga olib kelishi mumkin. To'lovlar qayta hisoblanishi, ortiqcha olingan mablag' qaytarilishi, hatto huquqiy javobgarlik masalasi chiqishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l kasallik tarixini tartibli yig'ish, real holatni ko'rsatish va rasmiy tartibda murojaat qilish. 7-nozik jihat. Komissiya qaroridan norozi bo'lsangiz jim qolmang. Agar fuqaro komissiya xulosasini noto'g'ri deb hisoblasa, u yuqori turuvchi komissiyaga yoki tegishli tartibda murojaat qilish huquqiga ega. Lekin bu yerda hissiyot bilan emas, dalil bilan harakat qilish kerak. Menga yoqmadi degan gap yetarli emas. Sizda qo'shimcha tibbiy hujjatlar, yangi tekshiruv natijalari, shifoxona epikrizi, mutaxassis xulosasi bo'lsa, murojaatingiz ancha asosli bo'ladi. 8-nozik jihat pensiya to'xtashi haqidagi mish-mishlarga ishonmang. Ba'zan mahallada yoki ijtimoiy tarmoqlarda hammani komissiyaga chaqirishyapti. Bormaganlarning pensiyasi kesiladi degan gaplar tarqaladi. Men har doim shuni aytaman. Bunday xabar eshitsangiz, avval o'zingizning pensiya turini, hujjat muddatini va rasmiy manbani tekshiring. Har bir pensionerning holati bir xil emas. Yoshga doir pensiya bilan nogironlik pensiyasini aralashtirib yuborish odamlarni behuda qo'rqitadi. Endi eng kerakli qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadangiz yoki nafaqangiz qaysi asosda tayinlanganini aniqlang. Agar hujjatlaringiz uyda bo'lsa, pensiya tayinlanganligi haqidagi qaror, guvohnoma, nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma, komissiya xulosasi, ijtimoiy himoya yoki pensiya organidan berilgan hujjatlarni ko'rib chiqing. Agar tushunmasangiz, farzandingizdan yoki ishonchli yaqin insondan yordam so'rang. Hujjatda yoshga doir nogironlik, bo'g'ichisini yo'qotganlik kabi asoslar ko'rsatilgan bo'ladi. Ikkinchi qadam, agar nogironlik guruhi bo'lsa, uning muddati bor yo'qligini tekshiring. Hujjatda muddatsiz deb yozilganmi yoki aniq sana ko'rsatilganmi? Masalan, 2025 yili iyul markazi deb yozilgan bo'lsa, demak siz fevral oyida poliklinikaga murojaat qilishni boshlashingiz kerak. Oxirgi haftagacha kutmang. Chunki tahlil, shifokor xulosasi, navbat va komissiya kuni vaqt oladi. 3-qadam, poliklinikadagi oilaviy shifokor yoki davolovchi shifokorga boring. Unga aniq ayting: "Mening nogironlik guruhim muddati tugayapti. Qayta komissiya uchun qanday hujjatlar kerak yoki menga ijtimoiy yordam uchun tibbiy xulosa kerak, qaysi mutaxassislardan o'tishim lozim?" Shifokordan yozma yo'naltirish. Kerakli tekshiruvlar ro'yxati va mutaxassislar ketma-ketligini so'rang. Og'zaki gapni unutib qo'yish oson, shuning uchun daftar tuting. 4-qadam, hujjat papkangizni tayyorlang. Unda ID karta yoki pasport nusxasi, pensioner guvohnomasi, oldingi komissiya xulosalari, kasallik tarixidan ko'chirmalar, shifoxona epikrizlari, oxirgi analiz va tekshiruv natijalari, dorilar ro'yxati, ambulator karta ma'lumotlari bo'lishi kerak. Agar operatsiya bo'lgan bo'lsangiz, operatsiya haqidagi epikrizni albatta qo'shing. Agar doimiy dori ichsangiz, retsept yoki shifokor tavsiyasini saqlang. 5-qadam. Telefon raqamingiz va yashash manzilingiz yangilanganiga ishonch hosil qiling. Ko'p muammolar aynan shundan chiqadi. Odam boshqa tumanga ko'chgan, lekin hujjatda eski manzil qolgan. Telefon raqam o'zgargan, lekin tizimda eski raqam turibdi. Keyin xabar yetib kelmaydi. Shuning uchun poliklinika, mahalla, pensiya yoki ijtimoiy himoya organlarida ma'lumotlaringiz to'g'ri ekanini tekshirib qo'ying. 6-qadam.
Agar o'zingiz yura olmasangiz, uyda ko'rik imkoniyati haqida so'rang. Og'ir bemorlar, yotoqda yotganlar, harakatlanishi qiyin bo'lgan keksalar uchun ayrim holatlarda uyga borib ko'rish yoki hujjatlarni vakil orqali topshirish tartiblari bo'lishi mumkin. Bu masalani poliklinika va tegishli komissiya bilan oldindan aniqlash kerak. O'zim bora olmayman, demak hech narsa qila olmayman deb o'tirmang. Yaqinlaringiz orqali rasmiy murojaat qiling. 7-chi qadam, har bir topshirilgan hujjatning nusxasini saqlang. Ariza yozsangiz nusxasini oling. Hujjat topshirsangiz qachon va kimga topshirganingizni yozib qo'ying. Telefon orqali gaplashsangiz sana va mazmunini daftarga belgilang. Bu odat sizni keyingi tortishuvlardan himoya qiladi. Ayniqsa muddat bilan bog'liq masalalarda men vaqtida murojaat qilganman degan dalil juda muhim. 8-qadam, qaror chiqqandan keyin uni diqqat bilan o'qing. Guruh belgilanganmi, qaysi muddatga belgilangan? Qanday tavsiyalar berilgan? Reabilitatsiya qo'ralari yozilganmi? Qo'shimcha yordam kerakmi? Bularni tushunib oling. Agar hujjatda xatolik ko'rsangiz, darhol tuzatish masalasini ko'taring. 1 oy o'tib ketgandan keyin xatoni tuzatish ko'proq vaqt olishi mumkin. Men oddiy bir misol keltiraman. 32 yoshli fuqaro insultdan keyin o'ng qo'li va oyog'ida zaiflik bilan qolgan. U shifoxonadan chiqqandan keyin epikrizni olib qo'ygan, lekin poliklinikaga vaqtida bormagan. 3 oy o'tib komissiya uchun hujjat kerak bo'lganda ayrim tekshiruvlarni qayta topshirishga to'g'ri kelgan. Agar u shifoxonadan chiqqan zahoti oilaviy shifokorga ko'ringanida kasallik dinamikasi, reabilitatsiya jarayoni, dori qabul qilishi hammasi kartada muntazam qayd etilgan bo'lardi. Bu esa komissiya uchun ancha aniq manzara beradi. Yana bir misol. 70 yoshli onaxon yoshga doir pensiya oladi. Lekin qo'shnisi hamma pensionerlar tibbiy komissiyadan o'tmasa, pensiyasi to'xtaydi deb aytadi. Onaxon xavotirga tushadi. Farzandi hujjatlarini tekshirsa, pensiya yoshga doir nogironlik guruhi yo'q, muddati tugaydigan tibbiy xulosa yo'q. Demak, bu holatda vahima kerak emas. Lekin onaxon sog'lig'i uchun poliklinikada profilaktik ko'rikdan o'tishi foydali. Bu ikki narsani ajratish kerak. Pensiya huquqi boshqa, sog'liq nazorati boshqa. Yana bir holat, 25 yoshli erkak 3 guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Hujjat muddati tugashiga 20 kun qolganda eslaydi. Poliklinikaga borsa, kardiologga navbat tahlil UZI EKG kerak bo'ladi. Komissiya sanasi esa keyingi oyga tushadi. Natijada to'lovda vaqtinchalik uzilish bo'lishi mumkin. Mana shu sababli men har doim aytaman. Muddat tugashidan kamida 3 keltirib kun oldin harakatni boshlang. Agar kasallik murakkab bo'lsa, undan ham oldinroq boshlagan ma'qul. Bundan tashqari farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularning hujjatlarini yiliga kamida 1 marta ko'rib chiqing. Qaysi pensiya turini oladi? Qo'shimcha imtiyozlari bormi? Nogironlik hujjati muddati qachon tugaydi? Qaysi dorilarni qabul qiladi? Qaysi shifokorda nazoratda turadi? Bularni bilish kerak. Keksa odam ba'zan sanalarni adashtiradi, hujjatni yo'qotadi, telefon xabarini tushunmaydi. Bu ularning aybi emas, bu yosh va sog'liq bilan bog'liq tabiiy holat. Yaqinlar yordam bersa, ko'p muammo oldi olinadi. Agar sizga komissiyadan o'tmasangiz, pensiyangiz to'xtaydi deyishsa, darhol 3 narsani so'rang. Birinchisi, bu talab qaysi hujjatga asoslangan? Ikkinchisi, bu aynan mening pensiya turimga tegishlimi? Uchinchisi, muddat va tartib qanday? Rasmiy javobni bilmasdan vahimaga tushmang. Lekin rasmiy chaqiruv yoki muddatli hujjat bo'lsa, uni ham e'tiborsiz qoldirmang. Agar komissiyaga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, shifokorga kasalligingizni yashirmang, lekin oshirib ham ko'rsatmang. Qanday holatda qiynalasiz? Qancha masofa yura olasiz? O'zingiz kiyina olasizmi? Ovqat tayyorlay olasizmi? Doimiy parvarish kerakmi? Tunlari og'riq bo'ladimi? Dorisiz yurib bo'ladimi? Bularni aniq ayting. Komissiya uchun faqat tashxis emas, kundalik hayotdagi cheklanishlar ham muhim. Masalan, belim og'riydi deyish bilan 10 daqiqadan ortiq tik tura olmayman. Zinadan chiqishda yordam kerak. Oyog'im ushadi, 2 marta yiqilganman deyishning farqi katta. Ikkinchi holatda shifokor real cheklanishni yaxshiroq tushunadi. Shuningdek, dori-darmon masalasida ham tartibli bo'ling. Qaysi dorini qachon ichasiz? Dozasini kim belgilagan? Dorini to'xtatsangiz nima bo'ladi? Buni yozib boring. Yurak, bosim, qandli diabet, epilepsiya, insultdan keyingi holatlar, buyrak yetishmovchiligi, onkologik kasalliklar kabi holatlarda davolanish muntazamligi juda muhim. Agar siz yillar davomida davolangan bo'lsangiz,
Lekin hujjatda hech narsa qayd etilmagan bo'lsa, komissiya real holatni baholashda qiynaladi. Yana bir muhim maslahat, internetdagi noma'lum xabarlarga tayanib qaror qilmang. Rasmiy ma'lumotni poliklinika, pensiya organi, ijtimoiy himoya bo'limi yoki vakolatli tashkilotlardan aniqlang. Har bir hududda amaliy tartibda kichik farqlar bo'lishi mumkin. Qayerdadir elektron navbat, qayerdadir mahalla orqali yo'naltirish, qayerdadir poliklinika mutaxassisi orqali hujjat yuborish tizimi ishlashi mumkin. Sizning vazifangiz o'z hududingizdagi tartibni aniq bilish. Xulosa qilib aytaman. Barcha pensionerlar bir xil tartibda majburiy tibbiy komissiyadan o'tadi degan gapni umumiy qoida sifatida qabul qilish noto'g'ri. Yoshga doir pensiya olayotgan odam bilan nogironlik pensiyasi olayotgan odamning holati bir xil emas. Eng ko'p e'tibor berish kerak bo'lganlar nogironlik guruhi muddati tugayotganlar. Sog'lig'iga bog'liq nafaqa yoki imtiyoz olayotganlar, parvarishga muhtojlik bo'yicha hujjat rasmiylashtirayotganlar va tibbiy xulosasi yangilanishi kerak bo'lgan fuqarolardir. Men sizga tavsiya qilaman. Buguni hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Pensiya turini aniqlang. Nogironlik xulosasi bo'lsa muddatini tekshiring. Poliklinikadagi shifokor bilan maslahat qiling. Va barcha tibbiy hujjatlarni bitta papkaga joylang. Bu ish 1 soat vaqtingizni olishi mumkin. Lekin keyinchalik haftalab yugurish, asabiylashish va to'lovlarda uzilish xavfini kamaytiradi. Agar bu mavzu siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Siz yoki yaqinlaringiz tibbiy komissiya bilan bog'liq muammoga duch kelganmisiz? Qaysi savol sizni ko'proq qiynayapti? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner ota-onasi yoki yaqinlari bor insonlarga yuboring. Chunki vaqtida bilgan odam o'z huquqini ham, sog'lig'ini ham, pensiyasini ham yaxshiroq himoya qiladi.